Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum bizni kanalimizda kuzatib kelayotgan aziz yurtdoshlar, musofir yurtda yurgan dindoshlarim. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Akalar, opalar, videoni o'tkazib yubormang. Oldin bitta like, kommentariyaga o'z fikringizni shu ish haqida yozib qoldiring va iltimos sizlardan akalar, qani bizda musofir yurtdan ko'p kuzatyaptimi bizni kanalda yo bo'lmasa vatandanmi? Обязательно mana shu kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Ish chiqaryapmiz, yangi ishimiz. Akalarimiz uchun bo'ladi. 18 yoshdan to 50 yoshgacha qo'lidan shpaklyovka, shkaturka, kraska, plitka kelayotgan vatandoshlar bo'lsa, bemalol pastdan nomerga sraz aloqaga chiqib, bog'lanib, bemalol ishga borsalaringiz bo'ladi. Oldin qiziqtiradigan narsa bu puli bo'ladi akalar. Puli 5500 rubl 8 soat ish vaqti. 1 soat obedi bor, 8 soat ish vaqti akalar. Sizlarga 5500 rubl to'lanadi. Kimdir O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan biz ham borsak bo'ladimi degan vatandoshlar uchun sizlar mana shu videoni oxirigacha ko'ringizlar. Batafsil men harakat qilaman aytib o'tishga. Bo'ladi akalar, opalar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelsalaringiz ham dokument masalasi qanday bo'ladi desalaringiz akalar, bu ishda har kuni kechqurun to'lov. 5500 rubl har kuni kechqurun siz bemalol olib nalichka 5 kun ishlasangiz, siz bemalol patentga topshirasiz. Men o'ylashimcha 25 ming, ko'p bo'lsa 30 ming rubl ketadi Moskvada. Bemalol 5 kun ishlasangiz akalar, siz bemalol patentga topshirishingiz mumkin. Chunki siz kelgandan keyin mening o'ylashimcha 1 oy srogingiz bor topshirish uchun. Inshaalloh bemalol harakat qilsalaringiz, topshirib, inshaalloh bemalol ishlasalaringiz bo'ladi. Pastda nomerni qo'yib o'taman akalar, ruskiy, bemalol Yuliya telefon qilasizlar, Max ilova orqali akalar va WhatsApp orqali. Pryamoy ham telefon qilsalaringiz bo'ladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin akalar, opalar. Ishlayman degan vatandoshlar bemalol telefonga aloqaga chiqib, borib ishlashlaringiz mumkin. Yotoq joyi bor, yotoq joyi mutlaqo tekin, aytib o'tdimmi, yo'qmi bilmadim. Yotoq joyi ham bor akalar. 5500 rubl, meni o'ylashimcha bu ham yaxshi narx deb o'ylayman va sizlar ham o'z fikrlaringizni bildiringizlar. 5500 rubl har kuni kechqurun rasshod. Boshqa joyga o'xshab akalar, 1 oy ishladim, pulimni bermadi, yo'q akalar. Har kuni kechqurun ishlagan haqingizni har kuni kechqurun olasiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz, xayrlashmaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Maksimalni mana shu videoga like bosib, yaqinlaringizga jo'natasizlar va birinchi kommentariyada o'zimning Instagram sahifamni silkasini qo'yaman, o'tib Instagramga obuna bo'lasiz. Rahmat aytib o'rlash.